Bugün sel kechikib qoldik. Shundoqmi hammalardan kechirim so'raymiz. Bugun qimmatli mehmonimiz shoir va jurnalist Madina Bovdon xonim biz bilan birga. Xo'sh keldingiz Madinada. Hoş bulduk. Bugun Madina adamning she'riy ijodiyatlari va bu she'riy ijodiyatlarning san'atlashtirib naqsh musiqaga aylanish jarayoni va bu naqshlarni taqilishi haqida to'xtalamiz. Madinada avval sizni hammamiz tanıymiz. Shundoqmi yosh sizni tanimaydigan yosh bolalarga o'zingizni ozroq tanishtirib berasiz. Assalomu alaykum. İhsan ukam bana mushtaq bir fursat yaratib bu haqda bir so'z qilishga o'zingiz taklif qilganingiz uchun sizga alayda rahmat aytaman. Men o'zimni tanishtirib o'tsam, hozir Amerikada yashayapman. Buningdan ilgari Urumchida shu o'zimning yurtida oliy maktabni axborot kasbida o'qib bitirgandan keyin bu yerda Urumchi televiziya stansiyasiga xizmatga qabul qilindim. Bu yerda 8 yilga yaqin muxbir bo'lib ishladim. Shu muxbir bo'lish jarayonida albatta Uyg'urlarning shu vaqtdagi shu 20 qancha yil burungi ahvol hamda shu vaqtdami shu yosh muxbir vaqtimdami nihoyatda ig'ir Uyg'urlarning duch kelayotgan besimlari sababli ham o'zimning beshig'iga kelgan shu yerda xizmat ishlash jarayonida shu Xitoylarning biz Uyg'ur muxbirlarga shu yerda ishlayotgan televiziya stansiyasida ishlayotgan xizmatchilarga ikki xil ko'z qarash bilan qarash qancha tirishib ishlasakmi yanali biz ikkinchi o'rinda turish Xitoy muxbirlarning oldida bizning har qancha biz kuchab yaxshi xabarlarni ishlab yaxshi programmalarni ishlasakmi bizga yana bir qanday deymiz bizni kayniga undan keyin hammadan muhimi menga bak ta'sir qilgani shu texnik bo'limda ishlagan bir Xitoy ayolni texnik bo'limda u odatda lent kesib shu ishlagan programmalarni bizning ishlab kelgan programmalarimizning bo'lmagan yerlarini kesib ratlab edit qilgan bir texnik xodimini buni alayda shu Beijingga avatib buni diktor rejissor qilish ashtaq bir plani bo'yicha buni yo'lga soldi. Sağandan keyin men darhallam shu nimaga Xitoy boshliqning ishxonasiga kirib mushtaq Dongmei rejissor bo'ldi ekan. Men 8 yil muxbir bo'lib ishladim. Meningmi endi muxbirlikni to'xtatib, shu o'zimizning shu Uyg'ur programmalarga rejissor bo'lish armanim, orzuyim bor. Menimi o'qishga avatgan bo'lsanglar deb kirdim ishxonasiga. Kirsam, yo'q dedi, mumkin emas dedi. U sen hozir muxbir bo'lib ishlayotsa, sana bunday bir fursatim kelmaydi, mush xizmatingni ishla. Deplamna keskin qattiq shunday bir muomalada bo'ldi. Shu kundan boshlab men bu yerda ishlashdan voz kechdim. O'zim bular o'qishga avatmasa, unda men bir chet elga chiqib o'qib boqay degan niyatda shu Turkiyaga yo'l oldim. Turkiyaga borgandan keyin u yerda endi gapim uzrab ketdi. U yerda marhum shu vaqtida bizningki Uyg'ur Sharqi Turkiston Turkiston Uyg'ur derneği deydi. Şu bizim dernekning boshlig'i marhum Rizobekin Pasha general tunji shu Turkiyada general bo'lgan kishi keyin pensiyaga chiqqandan keyin shu dernekka mas'ul qilib kelgan. Shu atamizning shuning g'amxo'rligida men bu yerda o'qishga boshladim. Marmara Universiteti iletişim fakultetiga o'qishga qabul qilindim. Bu shundoq meni suyundirdi. Chunki deganimdek o'zimning vatanida bay talab qilib o'qiyman degan bu orzu maqsadim yetamagan, ammo Turkiyaga kelgandan keyin Turkiyaning eng yaxshi universitetlari Marmara Universiteti bilsiz, shu yerda iletişim radio televiziya bo'limiga qabul qilindim. Bu yerda bir 2 yilga kelganda Erkin Asiya radiosida menga bir muvaffaq xizmat chiqdi. Shuni bilan bu yerda muxbirlik qilish uchun o'qishimni majbur to'xtatib qo'yib Erkin Asiya radiosiga keldim Amerikaga. 2000-yilga kelgandim. 2011-yilgacha 10 yilga yaqin bu yerda xizmat qilgandan keyin hozir mana shu 2011-yildan keyin o'zim erkin ishlashni xohladim. Shu vaqtdan boshlab ancha-muncha she'r yozishga boshladim. Bu tunji she'rim mening shu otamni eslab, seg'inib degan bu she'rim bo'ldi. Shu she'rdan boshlab
men bu şiir ijadiyetiga, şiir yazışqa özümni bağladım. Onundan keyin hazır kızım bilan birlikte Amerika Fairfax DC şu paytaxtga yaqin 20 saatlik yaqin şehirde bir soda merkezida Mengü kiyim kechakları do'koni ichiyotiman. Bir tarafdan bu do'konga qizim bilan birlikte bu do'konga yordamlashib shu do'konning ishlarida xizmatlarida bo'lib ayollar uchun Turkiyadan, İtaliya ve Fransa'dan kirgizilgan kiyimlarni, chiroyli nihoyatda go'zal kiyimlarni bu yerga bu so'tlar tijorat bilan mashg'ul bo'lyapman. Lekin yanala she'r yozish ishtiyoqim mening boshqa bu xizmat, boshqa ishlarga bo'lgan qizg'inligimdan ishib ketganligi uchun hozir yana qaytadan bir mezgil to'xtab qolgandim shu tijorat qilmadi. Hozir yana qaytadan she'r ijodiyatiga kirishdim. Hem uzun yılmış hizmetlerini kılan hem üyünüzdekilerimi meyli Ömerkan bulsunuzlar zaten hem meyli dadınız bulsun onun size zaten edebiyat sanatındaki şu Uygurların kültürleri medeniyetini qoğdaş cihetini nurgun tövbe gözetken bir ailesizler. Hem de bu cerrede hem de siz mi o yüzünüzünü toxtup almadıysanız mı yani işçinizden kaynap yani kızınız kilodu hakikaten. Hem size de şiir yazışında qandaq bo'lib şiir yazış qiziqib qaldınız mesela başka janrlar var nemişqi şiir yazış qiziqib qaldınız. Aniki bu şiirlerin temisi qandaq temalarda şiirlarni yazasiz qaysi shoirlarni yaxshi ko'rasiz degandek savollarni so'ray. Şiir yazışqa qiziqib qolganim siz bayam o'zingiz degandek shu dadamning şiir yazish shu hayoti dadamning menga tunji ulgan mening o'qituvchim ustozim desam bo'ldi. Haqiqatan dadam men o'qigan tajriba o'tir maktabning adabiyot o'qituvchisi, anandan keyin adabiyot kurjugining boshqaruvchisi bizga she'riyat haqida dars beradi. O vaqtlarda unchalik qiziqmaydim. Dadam menga nima uchun she'r yozmaysiz? She'r yozing qizim, boshqa savodoshlaringiz, do'stlaringiz ham she'r yozyapti deydi. Men yozamaydigan o'xshayman dada, she'r yozamaydi ekanman deydim-da o'ziga. Keyin men bir 10 yoshga kirganda shundaq aniq esimda Vatan deb bir she'r yozdim. Yozib baqdim bu she'rni yozib dadamni ko'rsatsam, dadam shundaq chiroyli yozibsiz dedi. Dal shu kuni hamda bu dadam o'z shoir bo'lgandan keyin bizning oilaga shoirlar davomli kelib turadi. Masalan, eng bizning men o'zimni yaxshi ko'radigan she'rlarni yoqtirib o'qiydigan Mamtli Zunun bizning Uyg'urlarning ataqli shoiri naqsh tekstlarini yozdi o'zi. Dastlabda Qashqarda shu yerda turgan. Keyin maxsus bu Mamtli Zunun kamni naqsh usul o'mikiga shu san'at drama yozish, she'r naqshlarni yozish uchun maxsus shu naqsh usul o'migining yazari qilib, maxsus yozuvchisi qilib akeldi. Akelgandan keyin bu dadam bilan bular davomli birlik suhbatlarda bo'ladi, ularning suhbatlariga dahil bo'latdim. Shu vaqtda shu Vatan degan she'rimni Mamtli Zununda da men bir she'r o'qib beray sizga, men she'r yozdim deb dadamdan sirt Mamtli kamga shu she'rni o'qidim. O'qisam Mamtli kam bu she'r yaxshi yozilibdi bolam, ammo sen eng yaxshisi shu bu she'rni sana bak cho'ng gaplarni qilsa, sen o'zing shu bolalarga loyiq she'rlarni yozgan, masalan, talog'i chiqib do'stlaring bilan tapkish o'ynaysa, u vaqtda bilsiz, boshqa o'yin yo'q, tapkish o'ynaymiz. Shu tapkish o'ynagan vaqtdagi shu nimangni hissiyotingni shularni yozgan. Deb keyin bu men nimalarni qat debdi-da, turmushning ichida detallar. Balliq o'zanga bu Vatan degan she'rni dadam bilan biz yozaylik deb shunday dedi degandan keyin ha men xato qildim. Demak men bunday she'rlarni yozsam bo'lmaydi deb men bir mezgil to'xtab qoldim endi she'r yozishdan. Lekin o she'rni shu bolalar programmasi, o'smirlar programmasi sifatida radioningki shu yerga olib dadam meni olib u yerda o she'rni yaxshi o'qamadim o'zim, hayajonlanib. Shuninglar bu she'rni Aypari Bavdun degan bir bizning maktabda bizdan yuqori sinfda o'qiydigan bir qiz shunday chiroyli deklamatsiya qiladi. O qizningmi shu ishlar esimga keldi. O qizningmi dadasining ismi Bavdun, mening dadamning ismi Bavdun bo'lgandan keyin bu she'rni anglaganlar hammasi Bavdun Niyozning ikki qizi birisi yezibdi, Madinay Bavdun she'ri,
Aypari Bavdun o'qiydi Hı. degandikin, Bavdun Niyozning bolalari hammasi shoir bo'pti deb shundoq bir gaplar bo'pti ekan. Ham Hı. demoqchi bo'lganim shu balliq davrimdan tortib mening hayotimda bu she'r haqida davom so'z shundoq bir she'r hayotimizda uning ichida turmushimizning ichida. Keyin undan keyin yana bir esimga kelgani hamda bu siz so'rab o'tdingiz, qaysi shoirlarni siz o'zingiz yoqtirsiz deb. Albatta oldi bilan o'zimizning shu xalqimiz ichidan chiqqan o'zimizning Uyg'ur shoirlarini, shoir otalarimizning she'rlarini eng yaxshi ko'raman. Buningda eng boshda Abdurim O'tkir otamizning she'ri. Abdurim O'tkirmi davomliq mening dadam bilan bek yaxshi o'tgan, akufku bo'lib shundoq o'tgan. Abdurim O'tkir dadamiz mushtab sizga so'zlab etib ko'z oldimga kelyotdi. Bizning uyda, u yoqmi bizning uyga davomliq keladi. Chunki turmadan chiqib, shu 20 yil turmadan chiqqandan keyin, erkinlik chiqqandan keyin bu otamizga bir tuzuk bir xizmat chiqmagan shu vaqtida. Dadam bu tajriba o'tir maktabning o'qituvchisi bo'lgandan keyin shu o'zi Abdurim O'tkirni bizning shu maktabninki atolyasiga, ya'ni yog'ochchilik parti o'rindiqlar buzilib qolsa, shuni maxsus darhol kirib shu vaqtda maktabning shuna bir sharoiti bor. Hamda shu vaqtlarga nisbatan, shu davrlarga nisbatan shu tajriba o'tir maktabning sharoiti eng yaxshi maktablarning birida, hamda Urumchida poytaxtdagi masalan avtonom rayonning markaziy shahar bo'lgan Urumchida tajriba o'tir maktab eng nuqtaliq maktablarning biri. Shunda bo'lgandan keyin bu maktablarning butun masalan oshxonalari mukammaldi, xuddi universitetlarning oshxonalaridek bolalar maktabning oshxonalari tomoq yeydi. Andan keyin bu parti o'rindiqlarning buzilib qolishiga maxsus bir ateliye tayyorlangan. Shu yerga bu Abdurim O'tkir dadimiz shu yerga ishqa keldi hamdi. O'ylab beqing, bu qanchalik biz uchun bir azobda. Shu davrda hamda shu otimizni shu yerda bir atölyega yog'och chiqilib, hatto shu quloqlarining kayindilik yog'ochchilarningki qalam sizdigan qalamlarini shundoq qistirib olgan. Shu qiyofati bilan kiratdi uyga. Hozir ko'z oldimga kelib turdi. Shunchalik yaxshi bir oilada sizlarning butun yozuvchi san'atchilar bilan Urumchida toza obdan bir muhit cho'ngib ekan sizda. Rahmat. Shuning bilan shu Abdurim O'tkir otamizning hamda shu qiyofatini hech qachon unutmayman. Davomliq mana Zulhayot o'ziningki farzandi Izbasari Zulhayot singlimiz bilan gaplashgandimi, shu otamizni mushtaq aslab turmiz. U shundoq hayajonlanib yig'laydi, men yig'layman. Shu davrlarimizni, balliq davrlarimizni ko'p suhbat qilamiz, paranglashimiz telefonda. Shu Abdurim O'tkir dadimizning demoqchi bo'lganim shu turqi, shu isil so'zlari dadam bilan paranglashish jarayonida. Bular ikkisini yaxshi shaxmat o'ynaydi uyda. Shaxmat o'ynash jarayonida albatta u kichikli bir uy, mehmonxona uyimizda ikkisi o'tirib shaxmat o'ynaydi. Men yotoq uydan chiqib ularning gaplarini anglayman. Shaxmat o'ynash jarayonida bir-biriga qilingan chaqchaqlari bularning. Shularning hammasiga endi mundaqcha aytganda shohid bo'lib, ashtaq o'sdim, cho'ng oldim siz degandek. Nayt yaxshi bir balliq hayotim bo'ldi. Tiyipjan Ilyop davomli keladi bizning uyga. Dadam ulardan sal yeshi kichikrakdi, lekin dadam ularni bek yaxshi ko'radi. Dadamning o shoirlarni yaxshi ko'rishi menda Uyg'ur she'riyatiga bo'lgan, Uyg'ur shoirlariga bo'lgan hurmat, andan keyin bu she'r yozish deganning shunda bir ulug' yaxshi bir ish ekanligiga nisbatan bir shu vaqtidan tortib, shu kichik balliq 10 yoshlik vaqtimdan tortib menda bir mushtaq she'r qiziqishi, she'r yozish qiziqishi menda paydo bo'lgan. Köpten köp rahmet ede cevabınız şunda etraflık cevap verdiniz. Avu nimun andaki siz berip oturasiyalar berip görüp geldiniz sizin Facebook'unuzda ben görüp tuttum resimlerinizni berip nurgun tiyatrolar berip siz özünüz oturasiya Uygurlarının sanatçıları bilen tanışıp üyedeki tiyatr eski sanat burunqi sabık sanatçılar bilen tanışıp qanday bir hissiyat geldiniz ede üyedeki Uygurlarının ahvalı qandarakka Uygurlarının üyedeki Uygur kültürüge sanatiga bo'lgan qiziqish qandaqka degandek. Bu savolingiz shunday yaxshi oldu. Men eng buni o'zim mana yaqinda siz degandek yaqinda berib ziyoratimni shu yerda oyoqlashtirib kelganga bir oy bo'lmadi. Qozog'istonga berib men xuddi vatanga borgandek bir his tuyg'uda bo'ldim. Vatanning hidini oldim. Shu tog'larda shu
Almaty'nın tağlarına çıkıp, ana hada şu meni şu yerge açıqqan yaş şu şairlar, yazgıçılar, andan keyin sanatkarlar hammamiz bir grup bulup şu nimeningki Almaty'nın medium tağıga çıktık. Şu tağdan mana udulimizdeki tağının o tarafı vatan deyişip başta hayacanlandık. Şu vaqtda men şu vatanga qarab talpinib, şu vatandan bir puraq algandek özümni, şu vatanning hidini purgandek bir hissiyatda ajoyib bir jonlandim. Haqiqatan vatansizlik sizga hammamizga ayon. Elbette. Vatansizlik bu hayat hammamiz mana 20 yillarni beshimizdan o'tkazdik. Mening vatandan ayrilganimga 25 yildan oshdi. Sizga 10 yıl o'ylayman oldu. 10 yil bo'ldi mana. Biz Turkiyada ko'rishgan, siz bilan shu ko'rishganda so'zlashgan vaqtlarimizda shu birinchi bizning so'zlashganimiz vatan. Endi bu Almatyga borgandan keyin shu vatanga boramagandan keyin Almaty vatanning chegirisi, ya'ni bir tog'ning matarpida. Unda bo'lgandan keyin albatta bu hissiyatni men ilqi shunda hayajonlanyapman hozirmi. Nayt tushkunlashgan bir hissiyatim, ruhim mening alayda ko'tarildi desam bo'ldi. Chunki u yerga borgandan keyin shu Feruza singlimiz nayt cho'lpon, xalq alni so'ygan bir san'atkorlarimizdan biri bo'lgan singlimiz Feruza meni shu yerdagi to'y to'kinlarga apadi. O'zi shu to'y to'kinlarda o'zining naqshlarini aytadigan. Andikin bu to'ylarda bu Feruza bo'lmay, Ablikim Tursun qatnashmay va Shahmurat inimiz bular qatnashmay bu to'ylar qizmaydi ekan. Bular hammasi navbat bo'yicha shu to'ylarga hatto bir kunda 4 to'yga bordik. 4 to'yni oq-oqidan ziyorat qildik shu jarayonda. Mening his qilganim xalqimiz, ya'ni bizning ikkinchi bir vatanimiz shu Qozog'istondika degan hissiyatga keldim. Buning oldida albatta Turkiyaga kelish shu vatandan ayrilib Turkiyaga kelgan vaqtida Qozog'istondan kelib Qozog'iston orqali Turkiyaga kelgandim. O vaqtida bundaq ichiga cho'nqur cho'kib, ichiga kirib xalqning hayotining ichiga kirmaganligim uchun bundaq bir hissiyat bo'lmagan menda. Shu 20 yil burun vatandan ayrilib Qozog'iston orqali Turkiyaga keldim, Turkiya orqali Amerikaga keldim. Undaq bir Qozog'istonga nisbatan bunda bir tuyg'u yo'qdi. Bu qitim maxsus bir 10 necha kunlik, 15 kunlik bu ziyoratim jarayonida haqiqatan deganimdek xalqning orasiga kirdim. Hatto Uyg'ur mehmonxonasida, Uyg'urlar ochgan mehmonxonaga tushdim. Dastlab men biroz shahar ichida shu yerga borsam bo'pti-ka dedim, lekin ular tamoqdan qiynalib qolmangada. Bu yerda masalan pastga tushsangiz Uyg'ur tamoqlari bor, atiganlik tamoq bor. Bizcha mishada turguningiz yaxshi dedi. Shuning bilan Sultan Qo'rg'on Uyg'ur rayonida shu yerdagi Uyg'ur mehmonxonasiga tushib, shu yerda 15 kun undan keyin o shahar markazida yotma degan odam keyin dedim bo'ldi yoqman mishada turma deb 15 kun shu mehmonxonadan ayrilmadim. Chiqsamlam Uyg'ur gapimdimi chiqyapti. Sultan Qo'rg'on Uyg'ur rayoni bo'lgandan keyin bu rayon butunlay Uyg'urlarga tavakki. İki tarafida butunlay Uyg'ur restoranlari, Uyg'ur baqqallari, Uyg'ur yalimishlarini, quruq yalimishlarini, ananiki yosh qizlarning ochgan satrashxona, salon, go'zallik salonlari. Bu yo'lda ikki tarafda butunlay shu Uyg'ur bilan ko'rishib shularni ahvolishadigan gapga. U yerga kirganda dastlabda ularni men har bir do'konga men o'z oldimga ayrim bir ziyorat qilaymish yo'lni deb shu Uyg'ur Sulton Qo'rg'on rayonida bir kun o'zim shu ya'ni aylandim. Shu jarayonda endi bular meni o'z ashadagi yerlik almatyliklar deb o'ylab qoldi. Shunda dastlabda ruscha salom berdi. Men dedim, sizlar Uyg'urmi deb salom bergandan keyin shundaq yaxshi bir u yerda bir suhbatlarimiz bo'ldi. Hatto o'zim telefonimni chiqarib u yerda bir do'konlarni, go'zallik salonlarini ziyorat qilib videolar, rasmlar olgan bo'ldim. Endi yig'inchoqlab aytsam, Uyg'urlar Qozog'istonda nihoyat kuchli yashab o'tibdi. Hammasi tirishchanlik bilan hayotini yaxshi o'tkazib o'tibdi. Yaxshi kuchli bir iqtisodiy kuchga ega ekan. Endi san'at jihatda bu texmi alaydi ekan. Masalan, mush 4 men sizga dedim bayam, Feruza men 4 to'yga apadi. Bu to'ylarda hammasida mush Ablikim Tursun, Qo'zg'al Uyg'urim
naqshisini aytgan Abdukim Tursun inimiz, uningdan keyin Shahmurat bular hammasi shu yerda naqsh aytganligi uchun bular bu ziyorat jarayonida u yerdagi to'y to'kinlarning ajoyib ko'rkam Uyg'ur madaniyatini, urf-odatlarini saqlagan bir asosda o'tkazilganligi dunyoning hech qanday yerida bundaq to'y yo'q deb ayta olmayman kesib. Shu ya'ni shu to'ylar menga alayda ruh berdi. Uyg'urlarimiz nihoyatda jonliq, yaxshi yashab o'tibdi dedim. Anandan keyin bu yerdagi to'ylarda masalan bu shu to'y qilgan qiz yoki yigitning cho'ng otalari, mo'minlari shundoq chiroyli bularga duo qildi ekan. Xuddi vatanda turib bu duoni anglayotgandek bir hissiyatda bo'ldim. Ular so'zlariga, mush duolarga bir eg'iz ya qozoq tili yoki ruscha qatmaydi. Ular shu vatandan bugun chiqqandek holatda bolalarga duo qildi ekan. Mo'minlar bularni aytib menga bir ajoyib bir deganimdek takror deb ketdim. Ajoyib bir ruh, ajoyib bir hissiyotlarni berdi. Uningdan keyin bu san'atga kelsak, masalan shu Shahmuratni mening bilishimcha asli Shahmurat bugungi bu suhbatimizga qatnashib jiddiy bir ish chiqib qolgan o'xshaydi. Telefonga Aloqalashamay qilib qoldik. Balkim birozdan keyin kirib qolar. O'zi bo'lgan bo'lsa, uning tili bilan, uning hissiyoti bilan anglagan bo'lsak bek yaxshi bo'ladi. Masalan, Shahmurat 4-avlod Uyg'ur damdi shu Almutida ati bo'g'ilaridan keyin atalari, uningdan keyin bular 4-mi, 3-chi, 4-avlod tug'ilgan bir inimiz. Ammo Uyg'ur tilini shunchalik go'zal so'zlaydi. Uning aytgan naqshlaridimi har bir og'an atalg'ular shunchalik tushunishlik. Masalan, ba'zi bir naqshlarda biz nima deyotdi deb tushunmay qolamiz, ammo bu fikrlarimizda yolg'iz Shahmuratlar emas, Abdukim Tursun, mayli shu Feruza, bular bilan ko'parak, uchi bilan ko'parak birlikda bo'ldim. Chunki bular men berishimga, men Almutiga berib, ikkinchi kuni bular meni kutib olib bir murosim o'tkazdi. Shu yerda butun Uyg'ur teatrining sazandalari va shu naqshchi inilarimiz, singillarimiz hammasi bor. Shu yerda bu hammasi birdan o'zining programmalarini o'rinladi. Masalan, sata chag'an inilarimiz, tambur chag'an fuqalarimiz, hatto 16 yoshlik bir balam ismi İlyar ekan. Shu balammi masalan tambur cheppadida, maxsus shu tambur chag'anda men o'zimni ko'z yoshlarimni tutamadim. 16 yoshda shunda mukammal bizning shu eng Uyg'urlarning eng isil muzikalardan bo'lgan tamburni, shu maxsus bir muzikani chelib, shu o'qish maxsus kasb qilib o'qiytibdi. Shu o'qiyotgan maktabning o'qituvchisimi bor bu murosimda. Bularda bir Uyg'ur san'atini taraqqiy qildirish, uni saqlab qilish, uni texmo yaxshi davomlashtirish uchun mukammal bir sharoit, mukammal bir jamoat bu yerda mavjudga. Bular hammasi menga shunchalik yaxshi ta'sir qo'zg'adi, ta'sir berdi. Deganimdek, ya'ni Shahmurat ilg'ichi bizni yana telefonimizga bog'lanib qolar, videomizga. Mencha u o'zi so'zlab berganimiz texmi yaxshi bo'ladi. Deganimdek, endi bular bilan bo'lgan shu shunday ko'rishlarim menga ajoyib bir ta'sirlarni berdi. Vatanga berib, vatandagi san'atkorlar bilan ko'rishgandek bir his tuyg'uda bo'ldim. Men sizning gaplaringizni anglab, o'zim Qozog'iston ve Uyg'ur mahallalarni cho'gilgandek hissiyat kelib qoldim edi. Cho'qim berib bir ko'rib kelishga tegishlik bir yerlarda Qozog'iston, Uyg'ur, Qirg'izistonga bizga o'xshash uzun yil vatan hasratini tatgan odamlar berib, u yerdagi Uyg'urlarning bizning qo'lchilarga, bizning shu urumchilarga o'xshaydi axcha u yerning nimalari, odamlari u yerdagi o'xshaydi. Gap qilish shekillari shunchalik o'xshaydi. Keyingi bolalarda, keyingi avlodlarimizda boshqa bir dialog, bir ajoyib bir yiqimliq bir shu bundaq dialog bo'lib qolgan. Buni ham bilamiz. Masalan, Qozog'istonlik Uyg'urlarning tili, O'rta Osiyolik Uyg'urlarning tilida bir vatandagi Uyg'urlarning tili bilan bir azroq bir farq bor. Buni bilamiz hammamiz. Ammo lekin bularda hozir bak chiroyli anglandi, shunda silliq,
Endi abay deganimdek, masalan, to'yda men shundaq 80 yoshlik buvay, mo'maylarning shundaq cho'ng bo'lgan shu buvay, mo'maylarningki duolarida, shu yerda qilgan to'yda qilgan tabrik so'zlarini anglab, ularda hech qandaq bir o'zgarish yo'q. Mush xuddi siz degandek, mush g'ulji shevisi bilan so'zlaydi. Shundaq chiroyli duo qildi. Albatta, Qozog'istonga ko'p ko'chman bo'lib kelgan aholilarning ko'pinchisi hammasi asosan shu Qozog'iston nima g'uljidan kelgan, bizning vatanning g'ulji diyoridan, g'uljidan kelgan Uyg'urlar. Shuningga bular saqlab qolganka, shu cho'nglar masalan tilga hech qanday qozoqcha, masalan balki men o'ylayman, qozoqchani o'rgangan bo'lishi mumkin, ammo ular faqat rus tilini tiliga qatmaydi ekanda. Butun boshdan oyoq men u so'zlarni lentaga ilib oldim. Shundaq chiroyli shu to'y tabriklarida alayda bizning vatandagi shu ota bovlarimizninki chiroyli shu so'zlar bilan shundaq kirdi-da, to'yga tabrik so'zlarini shundaq qildi. Acayip yaxşı, mən gaplarınızı anlap həqiqətən şu hissiyatqa çömülgəndək his qılıb qaldım da. Ki siz də ötdünüz, həm də həqiqətən həmmimiz bilimiz O'rta Asiyadakı Uyğurlarning milliy ruhi həmdə cıq güclük, ular özünü xeyli yaxşı saqlab qala alğan, ular Uyğur mədəniyyətini, sənətini xeyli yaxşı qoğdab qala alğan teatrlar, sənət öməklər, ansambllar, gizitlər. Türkiyədə mən uzun il yaşadım, Türkiyədə yaşayıb Uyğurlarning bir ansamblını bilməyəm məsələn. Türkiyədə nurgun Uyğur var məmiz vətəndən çıxan Uyğurlar. Yəni ular qarğan çağda Qazaxıstanın həqiqətən bu cəhətdə həm sənətni, kültürni, anadikin tilni işiltib Uyğurluğunu qoğdaş və dünyaga Uyğurluğunu anlatış cəhətdə bularda həqiqətən yaxşı bir dünyada bizga Uyg'urlarga bir o'rnak tashkil qilgudek bir jamoat deb o'ylayman. Ham sizmada she'rlaringiz bilan ishlangan naqshlarda men oldim haqiqatan bir Uyg'ur puroq bor, bir vatanga bo'lgan sig'inish bor. Lekin uni anglagan odam shu vatan ko'z oldiga keldi, vatan puraydi, vataniga borgandek his qilib qolamiz degandek. Ham sizning bu she'rlaringizda siz aşı puroqni berish orqali bir Uyg'ur milliy ruhiga bir ta'sir ko'rsatishni bir maqsad qildingizmi deb o'ylayman. Chunki qarsam haqiqatan yozgan she'ringizda bir quyuq bir Uyg'urcha puroq bor-da. Ham biz hammamiz bilamiz, chet elda biz san'atimizni, kültürimizni qo'g'dash kelgan chog'da cho'qim san'atdan jiq foydalanishimiz kerak bo'lib, tilimiz hozir yo'qolib ketayotgan bir vaqtda. Ham siz ham yuqorqi so'zlarimga bir baho bergach, siz qanday o'ylaysiz? Mesela Uyg'ur tilini, Uyg'ur ma'rifini, Uyg'ur madaniyatini saqlab qolish uchun qanday bir xizmatlar ilib berilish shart deb o'ylaysiz degandek. Ha, bu savolingiz shunday yaxshi bo'ldi. Masalan, men endi bu savollarga javob berish uchun oldi bilan shu Uyg'ur Qozog'istonga borgan chog'da Uyg'ur teatrini ziyorat qildim. Bundaq bir shans, bundaq bir fursat odamga kelmaydi deb o'ylayman. Mening Qozog'iston ziyoratim dal shu Uyg'ur teatrining 90 yilligini xotirlayotgan shu minutlarga, shu vaqtlarga to'g'ri keldi. Shunga men o'zimni nihoyat baxtiyor his qilaman. Chunki asli bir haftalik bir 10 kunga yetmaydigan bir vaqtni plan qilib borgan. Keyin Qozog'istondagi shu teatrni, Uyg'ur teatrini ziyorat qilish jarayoni davomida Uyg'ur teatrininki shu asosli assistant bosh ijroiya, shu ijro qilish bo'limininki mudiri shu qizning alayda taklifi bilan men vaqtimni uzartdim endi bu yerda turishmish 90 yillik teatrimizni xotirlab 12 muqamning shu tabiat qismini sahnaga olamiz. Siz shu muqamga qatnashib ketgan bo'lsangiz yaxshi bo'ladi degandan keyin bu nihoyat men albatta dedim, darhol biletlarimni iptal qilib yana bu yerda qolib turib qoldim. Shu 90 yillik teatrninki tabriklash shu faoliyatlari davomida shu tabiat muqami, 12 muqamning tabiat muqamini shu sahnada eng oldida o'tirib shuni ko'rdim. Bu vaqtdagi hissiyotimmi men o'zim vatandimi deb o'zimni-da endi, chunki Amerikaga keldim, Turkiyaga keldim. Hech qachon bizningki eng isil boyliqlarimizdan bo'lgan 12 muqamni ko'rmadik. Men bu Olmaotada Uyg'ur teatrining 12 muqamining tabiat qismini 1,5 soat shu yerda midirmay o'tirib ko'rdim. Buningdagi go'zal muqamlarimiz,
Bununla yani muqamlam etilmesin dep chiroyli o'ynalgan Larzan Uyg'ur usullari bu ajoyib bir naq maydonda shu yerda shu Uyg'ur teatrining shundoq go'zal teatrxonasida buni ko'rdim. Bu texmo mening san'atga bo'lgan Uyg'ur merosini uchun xizmat qilish armanimni, orzuyimni, istaklarimni texmo necha baldaq ko'taryapti. Aqidinlam yoshlik ansambli. Bu yoshlik ansamblini ham siz kichik yosh bilmaysiz. Yoshlik ansambli shu Murat Ahmadi, Abdurim Ahmadining o'g'li. Abdurim Ahmadimi bizning dadalarimiz nihoyat yaxshi ko'radigan san'atkor. Naqsh peshvosi deb mushta baho beradi dadam Abdurim Ahmadiga. Abdurim Ahmadining shunda havoni tuman bosdi degan naqshlarini aytadi uyda dadam. Bu kim o desem Abdurim Ahmadi bu bir naqsh peshvosi. Ama Xitoylar kun bermay, axir ular qechib ketdi vatandan. Bu yerni tashlab qechib ketdi emas, bu yerni tashlab ketishga majbur bo'ldi. Ular Xitoy kun bermadi. Shundaq esil san'atkorlarimizga, shunga ular Qozog'istonga ketdi degan dadam. Shuni bilma. Shunga bu Abdurim Ahmadiningki farzandlari bo'lgan Murat Ahmadi akamiz bu yil mana 70 dan eshibdi. Ama biz Amerikada ko'rishgan o'zi bilan, uningdan keyin bizning nihoyat yaxshi san'atkorimiz marhum Farida Qosim bilan bular o'ylik bo'lgan. Shu vaqtida lekin afsus qazo shu mashina voqeasi bilan Farida Qosim vafot bo'ldi Olmaotada. Shuning bilan bular bu Murat Ahmadiymi nihoyat alayda bir yaqinligimiz bor endi. Amerikaga kelib o'yin qo'ydi. Bizning siz bayam aytgandek Umar Qanat shu nimadagi Olmaotadagi shu artistlarni akilib 2000 qanchinchi yil 2017 yo'q. Shu 10 necha yil bo'ldi u ishqimi shu vaqtda bir madaniyat Uyg'ur madaniyat kunini tashkillab shu artistlar kelib shu muqomlarni aytgan Murat Ahmadillarningki bir o'mak bir 6-7 kishi kelgan. Şu an bu Uyg'ur teatrining muqomlarini anglab bo'lgandan keyin naq shu bir 2 kun keyin bu yoshlik ansambli Murat Ahmadi ham Uyg'ur teatrining 20 yilga yaqin shu yerning direktori bo'lib boshlig'i bo'lib ishlaydi. Keyin pensiyaga chiqqandan keyin yana o'zining qurgan yoshlik ansambli. Bay aytganimdek shu Abdurim Ahmadiningki varislari bo'lib biz dadimizning bu miraslarini buni davomlashtirmasak bo'lmaydi deb bular shu Abdurim Ahmadi akamizningki naqshlarini davomli takror aytib shu yerdagi san'atkorlar bilan bular yoshlik ansambli qurgan. Endi keyin bu hammamizga ma'lum Dilnoz Ahmadi bu Murat Ahmadining qizi. Dilnoz Ahmadi yolg'iz Qozog'istonda emas, butun hozir xalqarodagi bir cho'lpon sanalayotgan bir artistlarimizning naqshlarimizdan biri. Nəhayət özü ravan ingilis tilida naqsh aytadi, rus tilida naqsh aytadi, Moskvalarda özünün san'atlarini ko'rsatgan, o'zimi davomli ko'parak shu Moskvada yashaydi ekan, Dilnoz Ahmadiyeva. Shuni bu yoshlik ansamblining 50 yillik teatr konsertiga qatnashdim. Men rasmda chiqayotgan Dilnoz Ahmadi, Abdurim Ahmadi akamiz va uning xonimi. Men shu yoshlik ansamblining 50 yillik konsert teatr kuni bu shu yerda naq maydon qatnashib shu kuni kechda konsert tugagandan keyin Amerikaga mangdim shu kecha teatrni tugatib konsertni tugatib. Bular bilan nihoyat chiroyli yaxshi suhbatlarda bo'ldik. Murat Ahmadi akamiz nihoyat menga cho'ng baholarni berdi. Nihoyat yaxshi naqshlarni yozyapsiz. She'rlaringiz nihoyat go'zal naqsh bo'lib bizning bu yerda yosh san'atkorlarimiz aytyapti. Hatto menga men o'z Murat akamning bu san'at kechiligida meni so'zga taklif qildi. Bu yerda so'zga chiqqan vaqtimda haqiqatan vatanda Murat Ahmadining shu biz 80-yillarda bular bir o'yin qo'ygan. Shu vaqtida o'tganda bir Facebookda bir yozma ko'rib qoldim. Yo'q, Dilzat demeyen Avstraliyadagi bizning shu adabiyot fakultetida Shinjang universiteti adabiyot fakultetida o'qigan Teyipjan Ilyub apandimning kuyovli Dilzat Avstraliyada yashaydi. Shu nihoyat yaxshi bir maqola yozibdi. Shu maqolasida bu yoshlik ansamblining vatandagi shu hozirgi zamon san'atiga nihoyat cho'nqur ta'sir ko'rsatgan bir ansambl
deb yezibdi. Haqiqatan shundaq. Şu vaqtida biz yoshdik, kichikdik, ama shu konsertlarga qatnashib, bir güzel bir ruh, shu yerdami bir güzel bir nimada hissiyatda bo'lgandik. Bu Murat Ahmadiy akamizning birinchi muhabbat, oppoq to'shqonlarim degan naqshlarini shu vaqtlarda, shu vaqtdagi to'y to'kinlarda eng boshda shu naqshlar aytiladi. Shu naqshlar bilan to'ylar qizatdi-da. Şuna bularni hammani Murat akam bilan deyishgan bo'ldik. Murat akam aytdi, "Xo'sh bo'ldi." Dedi, buningdan keyin davomliq shu san'at ishlarda birlikda xizmat qilaylik, qo'limizdan kelishicha. Yaxshi bir naqsha, Murat akam shunday dedi. Yaxshi bir naqsha batlab turib, naq joyiga tekkizgan bir pay o'q deb aytalaymiz. Madinay ajoyib go'zal naqshlarni yezibsiz. Masalan, shu Uyg'ur va bayrog'im degan shu naqshingiz butun Uyg'urni ajoyib bir hayajonga solgan bir naqsha. Hamma Uyg'ur dengiz okeanlarni besib vatanga berishni xohlaydi. Shu yerdagi ota-bobolarning qo'llarini suyishni xohlaydi. Siz haqiqatan inson butun Uyg'urlarning dilidagini bir naqsh qilib chiqardingiz deb yuqori baholarni berdi. Endi men bu baholarga unchalik loyiq emas deb o'zimga shunday qarayman, ammo haqiqatan bu naqshlarninki yaxshi anglanishi, masalan, shu oxirgi seg'inib atamni seg'indim naqshamning 200 ming nupusi bor Uyg'urlarning deb qozoq hukumati hamda balki uningdan xeyli yuqori deb o'ylaymiz. Ammo 200 ming nupusi bor deb hukumat shunday e'lon qildiki, shu 200 ming nupusi bor Qozog'istonda Uyg'urlarning bugun mana yangi baytdan chiqib ko'rdim. Shu inimiz Shahmaratning TikTokda, Qozog'istondagi TikTokga qo'ygan bu naqsha 147 ming qitimdan oshgan. Demak, bu anglash shu yerki nupusning soni bilan bu anglanish qitim soni meni texmi suyundirdi. Demak, yaxshi bir asar, yaxshi bir chiroyli chiqqan bir naqsha haqiqatan butun odamlarning yaxshi ko'rib, suyib anglashiga arziydi ekan. Shuningga hamda men bu Uyg'ur san'atining haqiqatan muhimligini, bo'libmi Uyg'ur meroslari bo'lgan shu 12 muqam, bu hozir mana eng suyundirbay so'zimni aytib o'tdim, sizmi so'zlab o'tdingiz. Uyg'ur teatri dunyoning hech qanday yerida yo'q. Dunyoning hech qanday yerida yo'q bir Uyg'ur teatri. Şu an 90 yillik bir musofirni beshidan o'tkazib, shu yerda qad ko'tarib, shu yerda 4 qavatlik binoni, yo'g'on bino ekan, uning birinchi qavatini ziyorat qildim. Birinchi qavati butunlay ko'rgazmaxona. Shu 1935-yil qurilgan vaqtida Qudus Xo'jamyorov degan san'atkorimiz, yozar, shoir adam tarafidan qurilgan shu sovetlar vaqtida. Shu kishiningki butun shu ishlatgan ustal o'rindiqlari, uning kiygan kiyimlari shu muzeyxonada saqlangan. Chiroyli bir muzeyxona bor ekan. Cho'qim berib ko'rishga tegishli bir muzeyxona bor Uyg'ur teatrida. Uningdan keyin bizning vatandagi mashhur san'atkorlarimizdan Pasha Ishan bu Uyg'ur teatriga kelib biroz dars bergan ekan. Usulchi kurash Rajab usul rejissyori usul dars bergan ekan bir oyga yaqin. Shu yerdagi usul rejissyorlar bilan bir suhbatda bo'ldim. Yosh ayol bir san'atkor usul rejissyorimiz bor, Eldor deb. Hukumimiz shu kurash ko'sanlarning bularga bergan darslari, shu vatandagi bularga qolgan shu san'at ta'siroti bilan shu vatanning purg'ini chiqirmiz deb tirishyapmiz deb bular har bir artistlar shunday deyiklik. Endi bu naqshchi shu san'atkor inilarimizmi hada bundan burun mishadagi shoirlarimiz, albatta u shoirlarning nihoyat chiroyli naqshlarni ijod qilgan, bek go'zal naqshlar bor. Ama sizning vatandan chiqqan bir shoir bo'lishingiz bilan sizning tekstlaringizni aytish bizga xuddi shu vatan ichida turib naqsh aytayotgan Abdulla Abdurayim, shu hozirgi mushtanglik naqshchilardek bir es to'yg'iga akeldi. Sizning so'zlaringiz ajoyib yaxshi deb, yorqin, yaxshi isil yozilgan she'rlar deb ularni shundaq endi yaxshi baholarni berdi. Bo'libmi shu hozirgi shu naqshlarni yaxshi ijodiyat qilayotgan, muzikasini ijod qilayotgan
İlyar Moshirov degan inimiz bor. Bu inimizmi nayt yaxshi muzika, mush so'zlarga nayt moslashtirib, masalan, mush atamni seg'indim she'rini faqat o'ziga berib qo'ydim. Uningda hech qanday bir fikr yurgizmadim. Men uning oldida masalan qo'zg'al Uyg'urim naqsida men bu inimizga bir marsh nimasini olsin ro'yini bir xo'rdak bir sado bilan chiqsin. Chunki mush naqshning ashta chiqishini xohlayman degandim. Shu nimaga kirgizishga tirishdi o'zi. Ammo bu atamni seg'indim naqshda men hech qanday fikr bildirmadim. O'zi bir she'rni o'qib, o'zining hissiyoti bilan ishlasin deb. Haqiqatan bu she'rning bu naqshida bir koplet qismi qo'yib qo'yilgan. Inimiz dedi, hada naqsh bek uzun bo'lib ketsa, biraz zerikishlik bo'lib qoldi, shunga men bir kopletni avatdim dedi. Lekin u kopletni men texmi yaxshi ko'rgan bir kopletdi. Men albatta bu muzikantning o'zining fikriga hurmat qilishim kerak. Ama yanılam bu naqsha nayt güzel çıktı. Hazır Şahmarat Mıtığı tünügün telefonda bana dedi. Hada naqshini şu atısından ayrılgan toyga qatnaşgan mehmonlar alaydı. Zakaz qilib alaydımış naqshini etib berishimni talab qildi. Hada ben hoş buldum. Hem bu naqshini qo'ygan şu bir haftaning ichida 147 ming qitim anglanganligi meni suyundirdi deb u o'zining xo'shalligini basamayotidi. Demak, yaxshi ishlangan bir asar, yaxshi aytilgan bir naqsha haqiqatan inson uchun aytib bir güzel bir ruh bo'ldi ekan. Odatda she'rmi dunyoda ham bu to'g'riliq bakchiq so'zlab ketmayman, ammo she'r va muzikaga nayt faylasuflarning alayda bergan baholar bor. Masalan, Einstein bo'lsin, Darwin bo'lsin, mushlar hamiz tabiban olimlari, ammo ular hamiz so'zida Darwin shunday debdiki, tabiatshunos o'zi tarix qolgan bir 1800-yildagi bir tarix olimi, agar hayot menga qaytib kelgan bo'lsa, men shoir bo'lishni xohlaydim. Hayot menga yana bir qaytib kelgan bo'lsa, har kun bir she'r o'qiydim va bir naqsh anglaydim debdiki. Demak, ash tabiban olimlarmi yanıla o'zining shu naqsha, muzika va she'rga bo'lgan shu yaxshi ko'rish o'ziningki va hissiyotlarini mushtaq ifodalaganka. Shunga ham men deyman, haqiqatan albatta shu Uyg'ur san'at, madaniyat meroslarini qo'g'dash hozirgi navbatdagi eng muhim, buningga bunda qarmaydigan kishilarmi, buningga qarshi fikr bo'lgan kishilarmi nurg'un deb o'ylayman, lekin bir millatni haqiqatan shu millatning san'ati dunyo sahnasiga chiqalaydi deb qarayman. Köpten köp rahmet eder sizning sözlerinizden biz hem O'rta Osiyodagi Uyg'urlarning kültürü medeniyeti haqida xili bir san'atga bo'lgan tushunchalar haqida xili atrofli bir ma'lumotga ega bo'ldik. Vaqtimizmi oz qoldi. Nima Shahmardanmi nim qilamidik? Programmamizni ham shu yerda oxirlashtirsak, Shahmardan vaqitimda suhbatlarda texmo yana qarshi olamiz, yana qarshi. Bugun shunday bo'lib qoldi. Sizin müştaq bir fürsat berdi. Şu Qozog'istondagi Uyg'urlar haqida, Uyg'urlarimiz, xalqimiz haqida bir ozroq bo'lsin bir so'z qilish fursati berganligingiz uchun ko'p rahmat. Sizga rahmat eda. O shundoq er idi ata degidek, her kimning oldida g'ururlangidek. Vaqtsiz ayrılıp ketdi ardın, bo'lmagan mehriga texi qong'udek. Sen hayat g'imim yo'q yashab ketdiman, mushundoq o'tdi hayat debdiman. Aqlimni bilganda ah dedim ochib, qanoti qayrilgan qush bo'lib qopdiman. Seg'indim, mehringni seg'indim, seg'indim, so'zingni seg'indim, seg'indim,
sevindim. Can ata seni sevindim. Can ata seni sevindim.